ko'p oyijonli bolalar 41-42 hafta bo'lsa qo'rqib ketishadi-da, nima bo'ladi endi bola bilan deb. Lekin aslida o'shanda 42 haftaga o'tsak, qon aylanishimiz ancha yaxshilanadi boshda. Ya'ni qon tomirlarining devorlari mustahkam bo'ladi, stenka qattiqroq bo'ladi. Bolada tug'ilish jarayonida gematomalar kelib chiqish ehtimoli juda ham kamayadi. Hozir bu bolajonimiz endi 2 oylik bo'ldi, oyisi. 2,5 oylik bo'ldi. Bu oyda ko'pincha men gipoksiya ko'raman, hech bo'lmasa tomirlarida spazm ko'ramiz. Lekin bu shirin qizimizda birorta ham arteriyasida spazm ko'rmadim. Молодец. Qancha 41 hafta bo'lib tug'ilganmiz, bitta ham gematomasi yo'q. Sababi o'sha bola boshi yetilgan bo'lgan, mustahkam bo'lgan, rodовые пути bola uchun yengilroq o'tgan. Shuning uchun agar srokimiz kechikayotgan bo'lsa, qo'rqib ketishimiz shart emas. Bu bolajoningizni yana ham ona qornida qancha ko'p tursa, shuncha mustahkam bo'ladi-da, tomirlari, devorlari qattiqroq bo'ladi. Oddiyroq tushuntirsam, qarang qanaqa bir tekis, chiroyli, hech qanaqa spazmlari yo'q. Молодец.